Hammaga assalomu alaykum. Men Habibulloh Halilov. Bugungi video boshida shuni aytib o'tishim kerakki, videoda aytganlarim shaxsiy fikrlarimdir. Maqsadim ustoz Vahob boboni hurmat qilgan holda loyihasi haqida o'z fikrlarimni bildirish, ilm ulashish va savollar berish. O'tgan safargi videoda kibernetik olim ustoz Vahob bobo loyihasi haqida mutaxassis sifatida o'z fikrlarimni bildirgan edim va xavfsizlik masalasida savollar yo'llagan edim. O'zim haqimda ham ma'lumot bergan edim. Agar birinchi videoni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun uni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Agar loyiha ishga tushsa, loyihaning imkoniyatlaridan biri bo'lgan internet tekin bo'lishi haqida bugun fikr yuritamiz. Shuni aytib o'tishim kerakki, men loyihaga qarshi emasman va ustoz Vahob boboni hurmat qilaman. Ustoz savol berishga ruxsat berganligi sababli va loyiha ishga tushsa, hamma qatori menga ham ta'siri bo'lishini hisobga olib, o'z fikrlarimni bildirishim va savollar berishim to'g'ri ish. Men hech kimni tanqid qilmoqchi emasman. Maqsadim fikrlarimni bildirish, savollar berish, tushunmagan kishilarga vaziyatni o'zimni fikrlarim bo'yicha tushuntirish. Hammamiz internetdan har kuni foydalanamiz. Demak, internet tushunchasi sizlarga tanish. Telefoningizni tepasini tortasiz va internetni yoqasiz. Hisobingizda pul yoki kilobitlar bo'lsa, siz yangiliklarni turli ijtimoiy tarmoqlardan, masalan YouTube, Telegram, Instagram va turli saytlardan ko'rib, tanishib chiqasiz. Men ko'pchilikka tanish deb kilobitlar so'zini ishlatdim. Bu aslida trafik deyiladi. Kilobit shunchaki o'lchov birlik. Tushunishingiz uchun og'irlik tushunchasi bilan taqqoslashingiz mumkin. Biz og'irlikni kilogramlarda o'lchashga o'rganganmiz. Og'irlik o'lchovi bo'lgan, ya'ni biz tarozida hisoblaydigan kilogramni internetda ma'lumot o'lchashda kilobitga qiyoslash mumkin. Bunda og'irlikning xalqaro o'lchov birligi kilogram, ma'lumot o'lchov birligi esa bit deb qaralmoqda. Biz internetni yoqqanimizda internetga ulanib ma'lumot olmoqchi ekanligimiz haqida telefonimiz provayderga, ya'ni masalan Ucell, Uzmobile, Beeline kabi biz sim kartasidan foydalanayotgan kompaniyalarga so'rov yuboradi. Agar hisobimizda pul bo'lsa, kompaniyalar bizga kerakli ma'lumotni uzatadi. Biz so'rayotgan ma'lumotlar bizga o'lchab yuboriladi va har yuborilganida hisobingizdan mos miqdorda pul yechib boriladi. Demak, hisobingizda pul tugasa, ma'lumot sizga yuborilmaydi va saytlar sizda ochilmaydi. Telegram, YouTube kabi dasturlar yangiliklarni ko'rsatmay aylanib turaveradi. Demak, internet tekin emas ekan deb xulosa qilish mumkin. Ammo nega tekin emas? Tekin qilsa bo'lmaydimi? Kimdan nima ketadi? Keling dastlab shu savollarga javob topaylik. Asosiy kuzatuvchilar kibernetik yoki informatik mutaxassislar emasligi sababli men quyida keltiradigan fikrlar, tushuntirishlar hamma uchun birday tushunarli bo'lishi uchun juda chuqurlashmasdan, sodda va hayotiy misollar bilan tushuntiriladi. Agar shunday qilmasam, ko'pchilikka tushunarsiz gaplar bo'lib qoladi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Ishni internet nega pulli degan savolga javob topishdan boshlaylik. Vahob boboga savollarga oxirida to'xtalamiz. Ungacha bo'lgan ma'lumotlar siz tomoshabinlar uchun. Dastlab shuni tushunib olaylik. Agar biz olayotgan ma'lumot yurtimizdagi serverda bo'lsa, biz ichki internetdan foydalanishimiz yetarli bo'ladi. Agar ma'lumot yurtimizdan tashqaridagi serverlarda joylashgan bo'lsa, biz global, ya'ni butun jahon internetidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Masalan, siz hozir YouTube, Telegram, Instagramdan yoki turli saytlardan tekin foydalanyapsiz desam, ishonasizmi? Lekin ularni serverlari boshqa mamlakatlarda joylashgan-ku. Ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Chunki tekin bo'lsa, nega pul ketyapti? Nega gigabaytlar sotib olyapsiz? To'g'rimi? Tekin bo'lsa, umuman internetga pul solmasdan, Wi-Fi ga pul to'lamasdan ishlatishingiz kerak edi-ku. Demak, pulimiz aslida nimaga ketayotganini avval tushunib olishimiz kerak. Ushbu rasmga e'tibor bering.
Bu sizsiz. Bu esa siz sim kartasidan foydalanayotgan biror kompaniya. Bu bo'lishi mumkin Ucell, bo'lishi mumkin Beeline, Uzmobile va boshqa internet xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniya. Ko'rib turganingizdek, biz sim kartasidan foydalanayotgan kompaniyalar Tier 3 turiga kiradi. Bu esa Tier 2 turiga kiruvchi biror kompaniya. Bu kompaniya nomi va shu kabi ma'lumotlar haqida to'xtalishimiz shart emas. Shunchaki ularni vazifasini bilsak yetarli. Vazifasiga hali to'xtalamiz. Bu esa Tier 1 turidagi kompaniya va bu internet xizmatini ko'rsatuvchi eng katta kompaniyalardan biri. Buni ham nomi muhim emas. Bu esa, masalan, siz video ko'rayotgan YouTube platformasi joylashgan server. Rasmda ko'rib turganingizdek, YouTube'ga Tier 2 yoki Tier 1 orqali bog'lanish kerak bo'ladi. Buni o'zingiz tanlay olmaysiz. Buni Tier 2 tanlaydi. Demak, biz YouTube'ga kirmoqchi bo'lsak, so'rovimiz telefondan chiqib, antenalar orqali biz sim kartasidan foydalanayotgan kompaniyaga boradi. Siz bu antenalarni ko'rgansiz. Kimdir Wi-Fi dan foydalansa, so'rov kabellar orqali kompaniyaga yetib boradi. Demak, so'rovimiz Tier 3 ga bordi. Endi ular sizni hisobingizni tekshirib, pulingiz yetarli bo'lsa, so'rovni Tier 2 ga yuboradi. Tier 2 esa Tier 1 ga yuboradi. Tier 1 YouTube serveriga so'rov yuboradi. Va server bergan siz so'ragan ma'lumotni olib, Tier 1 qaytadan Tier 2 ga uzatadi. Tier 2 esa Tier 3 ga, masalan, Ucell kompaniyasiga uzatadi. Ucell esa antenalar orqali sizga uzatadi va hisobingizdan mos pulni yechadi. Hammasi juda ham tez sodir bo'ladi. Bu tezlikni ta'minlash uchun Tier 1, Tier 2, Tier 3 kompaniyalar ko'plab mehnat qilishgan va doim qilib borishadi. Masalan, eng katta internet xizmatini ko'rsatuvchi Tier 1 mamlakatlar orasida kabellar yotqizib chiqishadi. Bu kabellar okean ostidan o'tishi ham mumkin. Albatta, bu juda katta mehnat talab etadi va juda ko'p mablag' sarflanadi. Bu Tier 1 kompaniyasidan Tier 2 kompaniyalari kichikroq kabellarda ma'lumotlarni Tier 3larga uzatadi. Tier 2 ham o'z navbatida kabellarni yotqizish ishlarini amalga oshiradi va bu ham mablag' va mehnat talab qiladi. Tier 3, ya'ni biz sim kartasidan foydalanayotgan kompaniyalar esa antenalar qurishadi, kabellar yotqizishadi va sizga internetni ta'minlaydi. Shulardan kelib chiqib, eng arzon internet, ya'ni ma'lumotni uzatish xizmati Tier 1larda. Ulardan ma'lumotni oluvchi Tier 2lar esa sotib olgan narxi ustiga narx qo'yib, Tier 3 ga sotadi. Tier 3 esa ustiga narx qo'yib bizga sotadi. Shuning uchun oddiy foydalanuvchilar eng qimmat narxda olishadi, chunki ular oxirgi iste'molchi. Tier 1, Tier 2, Tier 3lar server va bizni o'rtamizdagi savdogarlardek ishlashadi. Biz telefonimiz bilan Tier 1 yoki Tier 2 ga bog'lana olmaymiz. Ular uchun biz oladigan bir necha 10 gigabayt internet qiziq emas. Ular juda ham katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatishadi. Butun bir mamlakat foydalanuvchilariga masalan. Ularni go'yoki optimchilar deb tasavvur qilishimiz mumkin. Tier 1, Tier 2, Tier 3lardagi internet narxini quyidagicha tasavvur qilish mumkin. Eslatib o'taman, bu aniq ma'lumotlar emas. Quyidagi jadvalda 1 gigabayt ma'lumot narxlari haqida umumiy ma'lumot berilgan. Tushunishingiz uchun, bu hozirda shunchaki internetga kirib chiqib, qisqa va uzun videolar ko'rib, bir kun ishlatishingizga yetishi mumkin bo'lgan trafik miqdori. Jadvalda ko'rib turganingizdek, Tier 1da eng arzon internet, ya'ni 1 gigabayt uchun 80 so'mdan 320 so'mgacha narx bo'lishi mumkin. Tier 2larda 1 gigabayt 800 so'mdan 3200 so'mgacha bo'lishi mumkin. Tier 3, ya'ni o'sha biz ishlatadigan Beeline, Ucell, Uzmobile kabi internet xizmatlarini taqdim etuvchi Tier 3 provayderlarida
1 gigabayt narxi 8.000 dan 64.000 so'm oralig'ida bo'lishi mumkin. Albatta, yana qaytarib o'taman, bular aniq ma'lumotlar emas. Shunchaki bu tasavvur qilishingiz uchun. Ko'rib turganingizdek, yuqorida YouTube yoki Telegram, Instagramlar narxi haqida aytmadim. Chunki ular tekin. Biz pulni o'rtadagi xizmat ko'rsatuvchilarga to'laymiz. Endi tushungan bo'lsangiz, xalqaro internet bizniki emas. Bitta qaysidir mamlakatga ham tegishli emas. Keling, yurtimizdagi internet trafigi xarajatlarini tasavvur qilish uchun kichik izlanish o'tkazamiz. Eslatib o'taman, bu videoda sizlar bilan faqat biz ishlatayotgan xalqaro internet trafigini muhokama qilyapmiz. Ichki internet trafigini emas. Ichki internet trafigi haqida keyingi videolarda muhokama qilishga harakat qilamiz. 2025-yil holatiga ko'ra O'zbekistonning xalqaro internet trafik hajmi va uning narxi haqida quyidagi taxminiy ma'lumotlarni keltirish mumkin. Xalqaro internet trafik hajmi 2025-yil boshida O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 32,7 million kishini tashkil etdi. Bu umumiy aholining 89% ga teng. Manba ko'rsatilgan. Agar har bir foydalanuvchi kuniga o'rtacha 1 gigabayt xalqaro trafik iste'mol qilsa, bu kuniga taxminan 32,7 million gigabayt xalqaro trafikni tashkil etadi. Xalqaro trafikning taxminiy narxi 2025-yilda O'zbekistonda provayderlarning 1 gigabayt mobil internetning o'rtacha sotib olish narxi 0,5 dollarni tashkil etadi. Foydalanuvchilar sonini yaxlitlab 33 million kishi internetdan foydalanadi desak, har biri 1 gigabayt xalqaro trafik ishlatsa, 1 gigabayt narx operatorga 0,5 dollarga tushsa va buni ko'paytiradigan bo'lsak, yurtimiz uchun kunlik xalqaro internet trafik uchun xarajati 163.500 dollarni tashkil etishini ko'ramiz. Bu hisob-kitoblar taxminiy bo'lib, menda aniq ma'lumotlar mavjud emas. Buni hozirgi vaqtdagi kurs bo'yicha hisoblasak, taxminan 2 milliard 91 million 235 ming 305 so'm ekanligini ko'ramiz. Bu sotib olinishi shart bo'lgan trafik, ya'ni shu trafikni ichida siz YouTube, Telegram, Instagram va boshqa xorijiy saytlarga kirasiz. Bu xarajatni ichida kompaniyaning boshqa xarajatlari aytilmadi. Kompaniyalar ishlab turishi uchun oylik maoshni hisobga olmaganimizda ham elektr energiyasi, soliq, litsenziya, marketing va boshqa zarur xarajatlar ham bor. Faqatgina tashqaridan kirib keladigan trafikni o'zini hisoblasak ham bir oyda 63 milliard so'm zaruriy xarajat yuzaga kelishi mumkin. Shu o'rinda ustoz aytib o'tgan radio neyron tarmoq orqali ma'lumotni siqib, hajmini kamaytirish mumkin ekan-ku degan savol kimdadir paydo bo'lishi mumkin. Bu haqida keyingi videoda batafsil to'xtalamiz. Hozir shuni aytib o'tish mumkinki, bu texnologiya ma'lumot turiga qarab ko'proq siqish imkonini beradi. Masalan, 1 gigabayt siqilmagan aralash ma'lumot radio neyron tarmoq orqali siqilgach, o'rtacha 50% gacha siqilishi mumkindir balki va 500 megabayt bo'lib qoladi. Siqilgan ma'lumotni qayta siqish esa odatda deyarli natija bermaydi. Bunda 1 gigabayt siqilgan aralash ma'lumot 900-950 megabayt bo'lishi mumkin. Chunki siqilgan ma'lumot yana siqilmoqda. Matnli ma'lumotlarni hisobga olmaganda, odatda video, audio, rasm kabi ma'lumotlar siqilgan bo'ladi. Va biz qabul qiladigan asosiy ma'lumotlar ham shu kabilar. Agar ma'lumot siqilib 1 gigabayt ma'lumot 600-700 megabaytga tushirilsa ham, bu oylik internet trafigini tashqaridan sotib olish uchun yurtimizda oyiga 44 milliard so'm zaruriy xarajat saqlanib qoladi. Shu yerda tomoshabinlardan kimdir ana deyarli 20 milliard tejarkan deyishi mumkin. Lekin bu yerda biz hisobga olmagan xarajatlar, ya'ni bu natijaga erishish uchun
Loyihani joriy qilishga milliardlab dollar sarflash kerak bo'lishi mumkinligini hisobga olmadik. Loyiha tekinga bo'lmaydi axir. Ko'p narsa tubdan o'zgarishi kerak bo'ladi. Bularni boya aytganimdek, keyingi videoda muhokama qilamiz. Agar loyihani amalga oshirish xarajatlarini muhokama qilsak, keyin taqqoslab ko'rasiz, qanchalik katta farq borligini. Yurtdoshlar, keyingi videogacha o'zingiz ham o'qing, izlaning. Men aytib o'tayotgan taxminiy ma'lumotlarni ochiq manbalardan oldim. Hech qanday yashirin, sirli ma'lumotlar emas. Kim xohlasa izlanib, tekshirib ko'rishi mumkin. Shu o'rinda yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, Vahob boboga savol bermoqchiman. Hozirgi kunda loyiha ishga tushsa, internet bepul bo'lishi mumkinmi? Qanday qilib? Hurmatli tomoshabinlar, men loyihani biror ichki siri haqida so'ramayapman. Bizga algoritmini ko'rsating, dastur kodini ko'rsating degan kabi so'rovlar qilmayapman. Meni maqsadim hozirgi vaqtda IT olamida vaziyat va imkoniyatlar, xavflar qanday ekanligini yurtdoshlarimizga qo'limdan kelgancha tushuntirib berish. Ustoz Vahob bobo bulardan xabardor, lekin boshqa soha vakillari ham xabardor bo'lishini va ular o'ylab ko'rishini xohlayman. Vaholanki, bu loyiha ishga tushsa, hammamizga to'g'ridan to'g'ri ta'siri bo'ladi. Savol berma deyayotgan kishilarni fikrlashi qiziqarli. Nahotki sizga ta'siri bo'lishi mumkin bo'lgan loyiha haqida boshqa mutaxassislar fikri muhim emas? Yoki sizga baribirmi? Farqi yo'qmi? Bugungi videoda siz internet qanday ishlashi va bizni pullarimiz nimalarga sarflanishini qisman tushunib oldingiz deb o'ylayman. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Yangi videolar birinchilardan bo'lib sizga yetib borishi uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Videoga like bosing. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Odob bilan, dalillarga asoslangan holda. Agar videoni IT mutaxassislari ko'rayotgan bo'lsa, ular ham meni fikrlarim haqida xolis fikr bildirishlarini iltimos qilaman. Loyiha va u haqidagi fikrlar barcha yurtdoshlarimizga aloqasi bo'lganligi sababli video havolasini boshqalarga ham yuboring. Ular ham o'z fikrlarini bildirishsin va ustoz Vahob boboga ham fikrlarimiz yetib borsin. Ustoz albatta vaqt topganida barcha savollarga batafsil javob berishini kutib qolamiz. Agar o'zlari vaqt topa olmasa, shogirdlar orqali ham javob bersa xursand bo'lamiz. Hurmatli tomoshabinlar, bu vaziyatda tarafkashlik hech birimizga foyda bermaydi. Hammamizni maqsadimiz yurtimizni ravnaqiga o'z hissamizni qo'shish. Keyingi videoda ko'rishguncha yurtdoshlar. Keyingi video mavzusi quyidagicha bo'lishi mumkin. Ma'lumotni kodlash va siqish nima degani? Radio neyron tarmoq aslida nima? Haqiqatdan ham biz kutgan natijani berishi mumkinmi? Buguncha shular. Iltimos, savollar ustozga yetib borishiga yordam bering. Rahmat.